Assalomu alaykum, sizlar bilan Shahzod Shodiyev. Sizlar Shodiyev Techno kanalimdasizlar. Bugun sizlar bilan Counter Strike 2 uchun 3 ta eng zo'r mushuklarni sizlar bilan taqqoslaymiz. Boshladik. Birinchi modelimiz bizda sizlar yoqtirgan Monesi Simple va qo'kazorlar ishlatilgan G Pro Super 2 Logitech brendidan. İkinci variantimiz Razer Viper V3. Bu aslında G2, Niko'ga o'xshagan o'yinchilar bu mushukni ishlatadi. Va uchinchi chiqoncha, endi sizlar ko'plab bilmaysizlar, bu ATK brendidan bizda F1 Pro Max. Bu уже arzonroq ko'rib turganingiz Xitoy brendi, lekin bulardan ancha arzonroq. Raspakovkadan boshlaymiz. Birinchi sizlar sevgan Logitech G Pro ni ochib ko'ramiz. Korobkaning ichida chiqonchani o'zi, mana bunaqa donglchasi, bulbulchasi va spesialni mana yopish qolmash, kirib qolmash uchun bizda bunaqa nakleykalarimiz bor va juda ko'p makulatura. Bo'ldi, tugadi. Boshqa ishingiz yo'q ekan. Dальше ko'ramiz. Kabeli qani? Ha, voy, uzr, mana uni ko'rmay qoldim. Kabel qolib ketibdi. Tak. Ha, mana o'zi kabeli ham bor ekan. Mana kabeli, mana orqa ko'tini yopadigan. Ha, boshqacha variant. Ketdi. Keyingi bizani pachkamiz Razer Viper V3 Pro. Hozir ochamiz. Voy, chetdan chiroyli emas ochdim, men xabar bo'lmaysizlar. Tak, bizda chiqonchamiz o'zi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bizning donglimiz o'zi boshqacha. Kabel, bu opletkali kabel, mana mayda kojani kabel edi. Ko'rasizlarmi? Sravniyani. Keyin makulatura chiroyli qilingan. Dальше. Keyingi bizani Xitoy brachkamiz F1 Pro Max. Bu brendni ko'plar tanimaydi. No, ishlatib ko'rdim, yaxshi. Endi katta bo'tgan brendimiz, mana kichkinaroq, ko'rsanglar bo'ladi. Makulaturaga kelamiz. Makulaturamizda nima bor ekan? Даже bu yerda kabel opletka bilan ko'rasan, chiroyli kabel. G Pro'miz bizga nima qilgan? Oladi-yu degan. Mana donglimiz, уже qarang, такой dongl ekan. Mana RGB ham yonadi menimcha. Nakleykalar. Bo'ldi. Yana дополнительный sensor tegigan nakleykalari bor ekan. Kerak, tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Logitech Razer Viper V3 ko'rsanglar bo'ladi. Analogichni qilingan, lekin bizda Razer Viper V3imiz 2 mm uzunroq. ATK kelsa, ATKmiz G Pro ni kopiyasi, u 2 mm kichikroq ekan mana. Videoda o'zi cho'tki ko'rinadi, bir xil-xildan mana. Eng kichkinasi bu yerda ATK, undan uzunroq G Pro, eng uzuni bu anaqamiz Razer Viper V3. Qo'lga tushishi bir xil, lekin Logitech G Pro 2 da ham, ATK da ham ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi sal kattaroq, tashqi botingizga ortishi mumkin. Viper уже более такой bosilgan qilingan. Kerakli xarakteristika bo'yicha ballarni qo'shib boshlaymiz. Qaranglar. Bu yerda bizda Razer Viper 3 Pro deb opletkali, ATK da ham opletkali kabel. Bu bilmadim, bizda ekonom quvonchi bo'ldi Logitechlar, shunga bularga 0 ball, Viper V3 bilan ATK ga 1 balldan beramiz. Tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Qaranglar, bizda eng uzuni Razer V3 Pro chiqyapti, keyin Logitech ATK har bittasida farqi 2 mm cha. Endi bu na любителя, hammani qo'li har xil, shunga bu narsani biz otenka bera olmaymiz, shundoq qoldiramiz. Hammaga 1 balldan. Menimcha to'g'ri bo'ladi. Chiqdi. Keyingisi sensorga kelamiz. Birinchisi Viper V3 Pro da bizda 35K Focus Pro sensori, Logitech G Pro da Hero 2 sensor va ATK da bizda PAW3950. Shunaqa, непонятно. Kerakli xarakteristikaga kiramiz. Razer Viper V3 Pro da IPS bilan G degan yana xarakteristikasi bor. Tushuntirib ketaman. IPS degani bu maksimal tezlik. IPS degani bu eng katta tezlanish, to есть bunda 750 bo'lsa, bunda 500. Bu degani bu maksimal tezlanish sensor ushlab beradigan, точно sizga o'sha направление bo'yicha yurib beradigan, qo'lingiz bo'yicha. G degani bu tezlanish. To есть fizikada A bor-ku, o'sha. Bu eng maksimal degani. To есть bu nima degani? Masalan, siz Avikda резкий flick qilsangiz, Razer V3 Pro da 30% tezroq sezib bo'ladi bunga qaraganda. Tipa того. Tezligi, imенно gertsovka tezligiga bu degani chiqonchangizdan kompyuterga borish tezligi hammasida bir xil. Nimaga bu uchtasini o'zi shunga tanladim. Buni ham 8000 Hz, buni ham 8000, buni ham 8000 Hz. Так что bu bo'yicha hammasi bir xil. Grammaj bo'yicha eng og'iri bizda Super 260 gram, keyin Razer Viper V3 54 gram va eng lehki, yengili 34 gram bizda ATK. Endi bu уже на любителя hozirgi kunda hamma chiqonchalar juda yengil chiqyapti. Kimlarga yoqmayapti bu narsa. Elemental Lamzu brendi bor, o'tda вообще
qilsangiz uchib ketadigan sichqonchalar paydo bo'lyapti. Bu katta, menimcha, farq emas. Tak, xarakteristika bo'yicha menimcha Razer Viper V3 Pro 1 ball oladi. Logitech 0, ATK 0. Nega ATK bo'yicha bu informatsiya internetda boshqa topa olmadim. Keyingi xarakteristikamiz bu bizani batareyka qancha yetishi. Razer V3 Pro da ham, Logitech da ham bunday hammasi 65 soat deb yozilgan. No, men ishlatib ko'rganman. V3 ham, buni ham, uchilasini yetishi mumkin. Bu har bir 1 soat 3% tashlaveradi. 8K ishlaganda 65 soat emas, где-то 30 soatga zo'rg'a yetadi bu mushka. Shunga bu tomonlama Razer V3 Pro 0 ball oladi. Logitech G Pro ko'p ketadi, shunga 1 ball, ATK ham 65 soat emas, 50 soatga bemalol yetadigan chiqoncha, bunga ham 1 ball qo'shamiz. Kolesikaga o'tamiz endi. Kolesikaga kelsa, Viper V3 da bunaqa drablonni ko'rsanglar, ovozi ham zo'r. Endi G Pro Superlight 2 da eng ko'p buziladigan, mana 100%, 2023-yilda bu mushka chiqqan bo'lsa, mana shu mana kolesikasi juda ko'p buziladi. Shunga sразу menimcha 0 bersa bo'ladi. Bu F1 Pro Max da bu Logitech kopiyasi bir xil qilingan. Ko'rsanglar, absolutno bir xil. Так что bu bratga ham 0 beraveramiz. Endi switchlarga kelamiz. Viper V3 Pro'imizda оптический switchlar. Logitech G Pro 2 da mexanika gibridniy. Так что bu endi eskiroq. Va ATK F1 Pro Max da mexanический. Так что bu тоже понятно, 1-0-0. Shunaqa gaplar. Narx-navoga kelamiz endi. Narxni dollarda aytaman, xafa bo'lmaysizlar. Viper V3 Pro $165. Sredniy MSRP narxi bu o'sha bozorda, endi kimdirda qimmatroq, kimdirda arzonroq. Logitech G Pro Superlight 2 где-то $155 bizning do'konda, hammada 140 dan $155 gacha bemalol topsanglar bo'ladi, rangiga qarab va garantiyasiga qarab. Va eng arzon brachkamiz ATK $85. No, buni variantlari ko'p. Pro Max bor, bez Pro Max bor. Tam farqi faqat razmerda. Shunga qarab narxi ham o'zgaradi. Overall, Logitech G Pro Superlight to'g'risida gapirsak, bu juda kuchli brend, bu juda kuchli marketing. Neki ko'p kibersportsmenlar hozirgi kungacha shu mushkani ishlatishyapti. Bitta katta no bor. Bu 2023-yilda chiqqan. Bu уже eski поколение. Sizlar прекрасно bilasizlar, именно periferiya klaviatura mushkada juda tez bizda развитие ketyapti. Shunga 1 yil ichida Viper V3 Pro yaxshiroq model chiqardi. Buni ham ko'p kibersportsmen ishlatyapti, lekin Logitech emas. Bu menimcha ko'proq bu PR-ga to'layapsizlar. Neki menimcha asl narxi o'sha $100 ga ham tushib ketishi mumkin Super 2 ni. ATKga kelsak, bu yosh brend, Xitoy o'zini hali ko'rsatadi, yaxshi narsa chiqaryapti, качественный и G Pro bilan Viper V3 bilan bitta joyda turgan bo'lsa, menimcha уже kelajakda undan zo'r model va kuchli modellar. Eng zo'ri yaxshi, hammaga to'g'ri keladigan narxlarda chiqarib beradi. Mana bizning reytingimiz ballarni ko'rsanglar bo'ladi. Meni shaxsiy fikrim, narxlarni bildinglar, shunga qarab o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar qimmat Viper V3, xohlasanglar marketing jerti bo'lsanglar Logitech G Pro 2, xohlasanglar молодой kompaniya, Xitoy kompaniyasidan ATK ni tanlasanglar bo'ladi. Pul sizlarniki. Shunga like va podpiska esingizdan chiqmasin va endilikdan zakaz qilinglar.